gapiryapsiz? Uning o'zi sakradi. Kishan nega kerak? O'zi sakradi deyapman. Boshidan aytganimdek men o'ldim. To'g'rirog'i Estella o'ldi. Bechoragina. Hatto dafn marosimiga ham hech kim kelmadi. Juda ham qayg'uli yakun, to'g'rimi? Uni o'z onasi o'ldirdi. Haqiqiy onasi. Ahmoq. Faqat o'lmadan oldin Estella bor mulkini dugonasiga vasiyat qilib qoldirdi. Stirvelda Devilga. Ko'rmayapsizmi?